Davolanish sug'urtasi va avtomobillarning sug'urtasi. Savol. Assalomu alaykum. Hozirgi o'smir bolalarning cho'nglarning davolanish sug'urtasiga qatnashishiga bo'lamdi. Avtomobillarning sug'urtasichi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Davolanish sug'urtasida sug'urtaga qatnashgan shaxs og'rib qolganda, davolanish chiqimining hammini yoki ma'lum persentini sug'urta uchun pul topshirib olgan o'rin hukumat yoki sug'urta shirkati to'xtamda belgilangan bo'yicha to'lab o'tadi. Ba'zida hukumat ishchi kadrlarning maoshining bir qismini sug'urta uchun tutib oladi. Maoshliq ishchi kadr bo'lmaganlar o'z yonidan oylik pul to'laydi. Buni ikki turga ayirish mumkin. Birinchi turi: hukumat o'zi qilayotgan sug'urta. Buning hukmi joiz. Bu maosh va ijtimoiy kafolat doirasiga kiradi. Biror shirkat yoki ishchilar uyushmasi tarafidan o'z ishchilariga qarata kafolatlik qilish jihatdan yo'lga qo'yilgan sug'urtami joiz. Ikkinchi turi: faqat foydani ko'zlaydigan sug'urta shirkatlari yo'lga qo'ygan davolanish sug'urtasi bo'lib, bu joiz emas. Chunki bundaq ahvolda bu kelishim noma'lumlik bilan jazonini, boshqalarning haqqini nohaq yeb olish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Avtomobil sug'urtasida avtomobil egasi har yili yoki har oyda tijoriy maqsadda qurilgan sug'urta shirkatlariga ma'lum miqdorda pul to'lab turadi. Buning qarshiligida avtomobilga biror voqea yoki hodis yuz berib ziyon tortish bo'lsa, avtomobilni remont qilib beradi yoki remont qilishga yaramaydigan bo'lsa, yangisini olib beradi. Bu turli sug'urta ikki turga ayrildi. Birinchi turi majburiy qatnashadigan sug'urta bo'lib, bu sug'urta shaxs qochib qutulolmaydigan davlat tuzumi qatorida bo'lg'achqa, buni olimlar joiz degan. Ikkinchi turi ixtiyoriy sug'urta. Bu joiz bo'lmaydigan tijoriy sug'urta qatoriga kiradi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 161 nomerlik fatvo.